peshona sohamdan to'kilgandek bo'ldi. Keyin qattiq xuruj tutib boshladi. Uni chidab bo'lmas darajada. Tasavvur qila olmaysiz uni og'riqini. Chidash qiyin. Uni tasavvur etish qiyin. Uni og'riqi bor odam biladi. Qo'lingiz cheksa ovqat yeyolmaysiz, choy icha olmaysiz. Chaynash davomida og'rib tutib ketadi. Toshkentga kelib bitta kuydirdim. Menga deyarli yordam bermadi. Operatsiyadan keyin qanchadan keyin og'riq qaytagandi sizda? 5 soatdan keyin xuruj tutdi, yarim soat. Qattiq xuruj tutdi. Shu poyezdda qaytib ketayotgan vaqtda. Poyezdda ukol qildirib, keyin dorilarni ichib zo'rg'a yetib qoldim. Keyin havo bulib bo'ladi-ku, mana shunda tutib ketadi, qattiq tutadi. Operatsiya bo'yicha taassurotlaringiz qanaqa? Qo'rqinchli emas ekanmi? Qo'rqinchli emas, xudo xolasi yaxshi bo'ldim deb niyat qilib turibman. Xuruj tutmadi, og'riqlar yo'q. Kechqurun qanday uxladingiz? Yaxshi tinch uxladim. Behisob shukr, rahmat doktor sizga. Ovqatlarni ham bemalol yedingiz? Bemalol yedim. Xudoga behisob shukr. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, hamma bemorlar yaxshi bo'lsin, hamisha yangilar yaxshi bo'lib ketsin. Sizlarga shukr. Yaxshi o'qiling.